Assalomu alaykum do'stlar. Ikkinchi qism. O'tgan qismda. Assalomu alaykum. Bolalar o'zlarining yangi o'rtog'i bilan berkinmachoq o'ynashdi. Qobil berkingan joyida shokolad yemoqda. Hafiz va Hafiza esa juda g'alati g'or topishdi va o'sha yerga kirishdi. Ha? Bu yerdamiding? Seni topdim. Ha? Ha. Hozir. Hafiz, to'xta. Siz kimsiz? Ina, sizning ismingiz Inami? Mening ismim Hafiz. Yonimdagi egizagim Hafiza. Nega bu yerdasiz? Bu juda yomon yanchilik. Menimcha siz bu yerda anchadan beri qolib ketgansiz. Bu yerdan biz bilan chiqmoqchimisiz? U yerda o'ynaymiz. Iya, qanday qilib qo'ng'iroqqa javob beradi? Hafiz, qayerga berkinganding? Bu sir. Bizni topishing kerak. Ha, sen Qobil bilanmisan? Qobil? Yo'q, men Hafiza bilaman. Qobilni topa olmayapman. Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermayapti. Ha? Salom. Salom. Hafiz, bu nima? Tanishtirishga ijozat beringlar. Yangi do'stimiz Ina. Qobil. Ha, aytgancha Qobil. Biz uni hali ham topa olmadik. Uni o'g'irlashdimikan? Biz uni butun masjiddan ham topa olmadik. Voy, endi nima qilamiz? Ina. Balki u bizga yordam bermoqchidir. Balki Qobilning yuzini shu bilan topa olarmiz, ha? Ketdik. Nega uni topa olmayapmiz? Bu matohing bizga yordam bermayapti. Shuning uchun ham biz uni topa olmayapmiz. Qani berchi? Sizlar yetarlicha yaqin qaramadinglar. Mana ular. Men Qobilning izlarini topdim. Qani, qayerda? Menimcha bu izlar bizni bu yerga yo'naltiryapti. Voy, bu Qobil-ku. Astag'firulloh. Biz seni berkinding deb o'ylagandik. Sen esa uxlab yotgan ekansan-da. Qobil, tezroq chiqa qol. Bilasizmi, menga yordam bering, iltimos. Tiqilib qoldim. Qani, bir, ikki, uch, qani. Tortamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Astag'firulloh alazim, Qobil. Qanday qilib u yerga tiqilib qolding? Bilasizmi?
Bu ko'p shokolad yeganing uchun bo'ldi. Qobil, bo'lishish bu yaxshi ish. Agar sen do'stlaring bilan yaxshi ko'rgan narsangni bo'lishsang, Alloh seni mukofotlaydi. Meni kechiring ustoz, xato qilibman, iltimos. Mayli, Hafiz, Niko, qani Qobilni chiqishiga yordam berib yuboringchi. Allohu akbar. Qani. Bolalar, nima bu? Dada, bu shunchaki Ina. U bizga Qobilni topishga yordam berdi. Mashalloh. Rahmat senga, Ina. Juda yoqimtoy ekansan. Bolalar, azon eshitdingizmi? Yuringlar unda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Va Alloh yo'lida nafaqa qiling. O'zingizni halokatga tashlamang. Yaxshilik qiling. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Baqara surasi 195-oyat.